Adamlar har doimgidek assalomu alaykum o'qib berasan degdilar. To'y tabrigi. Assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan aziz va qadrli mehmonlar, qadrdon urug'larim, aka-ukalar, opa-singillar. Assalomu alaykum qadri baland to'y egasi marhamat qizim. Assalomu alaykum qadrdon ham mehribon nabiram Akmal va Nargiza kelinim. Evaram Elyorni sunnat to'yi muborak bo'lsin. Tog'alaridek, bobolaridek ishbilarmon bo'lib o'tsin. O'z tengqurlari orasida, shaharda, oblastda, viloyatda musobaqalarda qatnashib olgan oltin medallari muborak bo'lsin. Olg'a Elyor, Yassaviy bobo madadkor bo'lgay. Umidimiz sendan katta. Eshigingdan mol ketmasin. Xumdan bog' yog' ketmasin. Yomon so'zdan asrasin. Yomon ko'zdan asrasin. Qatoridan kam bo'lmasin. Uylarida g'am bo'lmasin. Kamol topsin er bo'lib, kamol topsin sher bo'lib. Rohatim ko'r marhamat. Qizim senga ko'p rahmat. Yozdi shoir bobosi. Vojib bo'lgay duosi. Nasibasi ortiq bo'lsin, duo bizdan tortiq bo'lsin. Qozog'iston va O'zbekiston yozuvchilar soyuzini a'zosi Akmaljonning bobosi Ernazar aka Ro'zmatov. Tashakkur.